Seyhun şimdi karşımıza bambaşka bir yüzle çıkıyor. Geniş, dingin sularıyla sanki bize tekrar merhaba diyor. Pop bölgesinden Bekabat'a doğru ilerliyoruz. Nehrin kıvrımları bizi Özbekistan sınırından, doğal sınırından diyelim, Tacikistan'a doğru geçirecek. Nehirden çıkmayı, sınır öncesi nehirden çıkmayı planladığımız noktaya araç ulaşamıyormuş. Bu nedenle biz Serkan'la beraber kanomuzu sırtlayıp araca doğru biz harekete geçeceğiz. Birazcık yürüyüş de var, yani sırf kürek çekmiyoruz, aynı zamanda doğa içerisinde yürüyüşte yapıyoruz. Bakalım, inşallah çok yürümeyiz. Su sınırları tanımaz. Coğrafyalar değişse de aynı nehrin sesi yeniden kulağımıza gelir. Seyhun bize geçmişin izlerini hatırlatırken yeni bir yolculuğun kapısını aralıyor. Bir nehir sadece suyu değil, tarihi de taşır. Onu anlamak için bu toprakların hafızasını aktaranların sözlerine kulak veriyoruz. Her dalga binlerce yılın izini taşır. Seyhun'un kıyılarında yazılan tarih, bugün Tolkin Ahmedov'un sözleriyle yeniden hayat buluyor. Şimdiki sınırlara baktığımızda Tacikistan'dan çıkış yapan ve Özbekistan'a tekrar giriş yapan Sırdarya Nehri, Taşkent bölgesindeki eski yerler arasında doğal yolları belirlemiştir. Nehrin sınırları değişse de kıyısında yaşayanların hayatı aynı kalır. Seyhun, burada bir ailenin sofrasına ekmek, çocukların oyununa sevinç getiriyor. Bir ailenin ekmeği, bir çocuğun kahkahası. Seyhun'un bereketi bu topraklarda hayatın en sade ama en güçlü teminatı. Bugüne kadar yaptığımız bölümlerde Sırdarya ve etrafında gezdik. Sanatsal, tarihi, coğrafi yerleri keşfettik. Gezdik, dolaştık. Aynı zamanda yerel insanlarla buluştuk. Onlarla sohbet ettik, onlarla kaynaşmaya çalıştık. Ama nehir üzerindeyiz. İşte bu sefer de nehir bizi bir balıkçının yanına getirdi. Buranın yerel bir balıkçısı bize Sırdarya balıkçılığı hakkında bilgi verecek. Mana biz Sirdaryoni boshida o'tiribmiz. Namangandan boshlangan bo'lsa, Namanganda mana Tojikka o'tgan bu Sirdaryo. Tojikda mana O'zbekistonning ichiga kirib kelish joylari bet. Sirdaryoni boshida mana GRES qurilgan oldin, kichik GES, bu yerlar tok ishlab chiqilgan oldingi paytda bobomlar aytib beradi. Mana u ko'priklarda, to'g'onlarda qurgan.
Shahlarni anavi qilishganda, ish qilib, odamlarni ishlatishganda urush paytlarida nimalardi. Yaponlar ishlagan bu yerda har yil bu yoqqa kelib, yaponlar ziyorat qilib ketadi nimalarini. Oldin bu Sirdaryo to'lib oqqan. Suv qishin yozin yopilmaganda, hozir mana endi yildan yil suvlar qisqarib, hozir qishda ozgina suv bersa, yozi bilan suv berilmaydi bu yerga. Mana shu qurib, mana shunday o'zi nimalar ko'tarilib, o'siriblar paydo bo'lib ketgan, daraxtlar o'sib ketyapti. Daryo yo'q bo'lib ketyapti sekin-sekin. Agar suv katta bo'lsa, bir chiroyli bo'lib, baliq ko'payadi. Baliqlar turi ko'payadi. Shuni hisobiga hozir baliqlarda ham turi kamayib ketgan. Kam hozir baliqlar. Turi, oldingi turlari yo'q. O'zi bir 7-8 xil baliq yo'q-da o'zi daryomizda. Endi shug'ullanishda ma'si biz shahada tug'ilib o'sganmiz, daryoni bo'yida katta bo'lganmiz. Endi yoshligimizdan ham desak bo'ladi. Kichkinaligimizdan shu daryoda katta bo'lganmiz. Daryosiz o'zimizni tasavvur ham qila olmaymiz. Boshqa joylarga borib yasha olmaymiz ham, zerikamiz. Tabiatning nimasida. Bu yerda endi hozir baliq turlari nima qolgan? Sazan bor, amur. Uju bularning ham turi kamayib ketgan. Tasolov bor, laqqa bor, ilon baliq, sudak, karp, jerik bor. Shu boshqa baliqlar qolganlari uju sekin-sekin mana bu cho'rtan baliq yo'q hozir, lesh yo'q. Bunaqa baliqlar kamayib ketdi. Yo'q hisobida endi. Shug'ullanadi, dam olib, miyasiga dam berish uchun odamlar chiqib qalmoq olib o'tirishadi. Yo'q, baliqni bu yoqda sotishga, bu yoqda ushlab yurgan baliqda o'zi yo'q. Ushlab yegani ham katta gapda. Baliqlar o'zi kamayib ketgan bu yerda. Baliqchilikni o'zi ekologiya yaxshi qarasa daryolarimizga baliq ko'payadi. Agar yoqdan bu yoqdan kelib mana to'kta urushlar ko'payib ketdi mana nimalarda. Ana shular yo'q bo'lsa, baliq 1-2 yilda o'zidan o'zi ko'payib ketadi bu yoqda. Shu narsalarni agar anav qilsa, yo'lga qo'ysa, baliq tez ko'payadigan narsa. Misol uchun mana men 50 ga kiradigan bo'lsam, dadamlar shu yerda tug'ilgan, bobomlar shu yerda tug'ilgan. Urug'imiz hammamiz mana shu yerda o'nib o'sganmiz-da. Mana bu mana bizdan keyingi avlodlar. Mana shu yerlarni yaxshi qarasak, avloddan avlodga bir chiroyli manzara bo'lib o'tib kelaveradi. Asramasak, yo'q bo'lib ketaveradi. Ota bobolarimiz mana naslimiz mana shu yerda o'tgan, shu yerda katta bo'lganmiz. Mana kelajak mana bizdan keyingi mana nasllar, mana bolalarimiz ham mana tabiatni hamma narsani o'rgatib, asrashdi. Shularni qo'llariga topshiramiz-da endi. Munçoktepe'de Tacikistan sınırında vedalaştığımız Sırderya'yla paralelinde uzun bir yolculuk sonrası tekrar bu noktada buluşuyoruz ve hoş geldin Sırderya diyoruz. Ancak kanolarımızı suya indirmeden önce her zaman olduğu gibi bölgede keşfe çıkacağız. Bölgedeki önemli yerleri keşfedeceğiz ve detaylarını uzmanlarımızdan öğreneceğiz. Seyhun'un kıyıları yalnızca sularla değil, uygarlıkların da hikayeleriyle doludur. Bu hikayelerden biri, efsanelerle tarihin iç içe geçtiği Büyük İskender'in yolculuğudur. Efsane ile gerçek arasındaki ince çizgide bu toprakların hafızası bize hala İskender'in izlerini fısıldıyor. Haqiqatan ham Sirdaryo tarixi haqida so'z ketgan paytda juda ko'pchilik odamlarning tasavvurida Sirdaryo va Sirdaryo o'lkasi tarixi bu 20-asrdan boshlangan degan tasavvur bor. Ko'pchilik odamlarning tushunchasida Sirdaryo bu Mirzacho'l, qip-qizil cho'l, odam yursa oyog'i, qush uchsa qanoti, kuyadigan cho'l degan tasavvur mavjud. Lekin
tarixiy haqiqat unday emas. Sirdaryo o'lkasining tarixi juda ham qadim, juda ham shonli tarixdir. Va bu o'lkaning tarixi jahonga mashhur siymolar, xususan Iskandar Zulqarnay voqealari bilan ham bog'liqdir. Qanday bog'liqligi bor? Sirdaryo o'lkasi tarixi yaqin 2,5 ming yildan oshiqroq tarixga egadir. Iskandar Zulqarnay Maroqand shahriga kelgandan keyin Maroqanddan Sirdaryo bo'yiga qarab yo'l oladi. Uning maqsadi Ahamoniylar imperiyasining eng chekka farposti yoki nuqtasi bo'lgan Kir barpo qilgan degan rivoyatlarga asoslangan Kirepol shahriga qadar yetib borish edi. Shu maqsadda Iskandar Maroqanddan Jizzax sari yo'l oladi. Jizzax sari yo'l olgan paytda bu yerda mahalliy aholining qattiq qarshiligiga duch keladi. Va bu yerda Iskandar birinchi marotaba O'rta Osiyoda birinchi marta yaralanadi mahalliy aholi tomonidan. Bu bizning vatandoshlarimizning, ota-bobolarimizning o'zining yurti uchun jangga kirishganligi, mudofaa qilganligini ko'rsatib beradi. Albatta muntazam qo'shin bo'lganligi sababli mahalliy aholining qarshiligi yengib o'tiladi va Iskandar qo'shinlari Turkiston tizmasining bo'ylab Xo'jand sari Sirdaryo tomon yo'l oladi. Sirdaryo tomonga yo'l olib, bu yerdagi mahalliy aholi tomonidan bino qilingan, barpo qilingan shaharlarni birin-ketin bosib oladi. Ulardan biri o'sha mashhur Kir shahri, Kirepol edi. Kirepol shahri haqida manbalar batafsil ma'lumot beradi. Bu yirik shahar ekanligi, uning atrofida qator yana ham manzilgohlar bo'lganligi va bu manzilgohlar, shaharlar mudofaa devorlari bilan o'rab olinganligi, bu shaharlarda ark, hukmdor saroyi kabi inshootlar bo'lganligini ma'lum qiladi. Büyük İskender'in bu topraklardan geçtiği anlatısı halkın belleğinde hala canlıdır. Tarih ile efsanenin birbirine karıştığı bu hikaye Seyhun'un sularında yankılanır. Seyhun'un akışı gibi tarihi de kesintisizdir. İskender'in adı bu nehrin kıyılarında bir mit değil, yaşayan bir hafıza olarak anlatılır. Iskandar Kirepolni va uning atrofidagi shaharlarni zabt etadi. Manbalar bu shaharlar sonini 7 ta deb ko'rsatadi. Lekin aslida qazilmalar, tadqiqot ishlari ularning soni 7 ta emas, balki ko'proq bo'lganligidan dalolat beradi. Ya'ni Yunon manbalari faqat yirik shaharlarni sonini 7 ta qilib ko'rsatgan. Aslida ularning soni ko'proq bo'lgan. Kirepol va uning atrofidagi shaharlarni zabt etgandan keyin Iskandar Xo'jand sari yo'l oladi. Xo'jand shahrining, bugungi Xo'jand shahrining o'rnida o'sha davrda yirik qishloq makoni mavjud bo'lgan. Buni mutaxassislar isbotlab bergan. Iskandar shu Xo'jand o'rnida qisqa vaqt ichida harbiy qal'a bino qiladi. Ya'ni daryoning narigi tomonidagi saklardan mudofaa qilish uchun, daryo orti saklardan mudofaa qilish uchun Xo'jand shahrini qal'a sifatida mustahkamlaydi. Xuddi shu voqealar bo'lib turgan paytda Maroqand shahrida qo'zg'olon ko'tariladi va Iskandar zudlik bilan qo'shinlari bilan Maroqand sari yo'l oladi. Maroqand qo'zg'olonni bostiradi. Aynan shu vaqtda Kirepol shahrida ham mahalliy aholi tomonidan qo'zg'olon ko'tariladi. Bu juda qiziqarli voqea, qiziqarli holat. Demak, Maroqand shahri bilan Kirepol shahri o'rtasida aloqa bo'lgan. Ular o'rtasida
kelishuv bo'lganligini dalolat beradi. Iskandar qo'shinlari bilan Kerepol shahriga zudlik bilan qaytib keladi. Kerepol shahri atrofidagi shaharlarni, kichik shaharlarni bosib oladi, lekin Kerepolni birdaniga bosib ola olmaydi. Bu mudofaa devorlari bilan mustahkamlangan, mudofaa qilingan, yirik yodgorlik bo'lganligi sababli bu yerda qo'shin bir necha kun shaharni qamal qilib turadi. Faqatgina Iskandarning o'zining shaxsiy jasorati va tashabbuskorligi bilan shahar devorlarining zaif joyini aniqlab, shahar ichiga kiradi va shahar ichidan darvozalar ochib bergandan keyingina shahar zabt etiladi. Bu Sirdaryo xalqi qadimdan erksevar bo'lganligidan, o'zining yurti uchun, vatani uchun jang qilganligidan, ozodlikni hamma narsadan ustun qo'yganligidan dalolat beradi. Va mana shu voqea barcha tarixiy manbalarda saqlanib qolgan, isbotlab berilgan, bu tarixiy haqiqatdir. Bekabat'ın tüm tarihi burada sergileniyor. Bu özel müze sergi bir tarih öğretmeninin yıllar süren emeğiyle hazırlanmış. Gelin geçmişi beraber keşfedelim. Begovat tumanidagi Bog'ishamol mahallasida tashkil qilingan O'lkashunoslik muzeyi Begovat tumani tarixi haqida. Begovat tumani tarixi bu kitoblarda yo'q. Shuning uchun o'sha maktablarimizdagi xalqimizga o'sha yetkazish uchun Begovat tumani tarixidagi asar atiqalarni yiqqanmiz. Bu asar atiqalarni 30 yil davomida yiqqanman men, o'quvchilar, ota-onalar hamkorligida. 3,5 mingdan oshiq eksponatimiz bor. Demak, Begovat tumanimiz 1,5 ming yillik eksponatlariga guvohlik berib turibdiki, Begovat tumani qadimda bu Afrosiyob, Istirofshon, Farg'ona, Andijon, Namangan vodiylariga o'tadigan charrohada joylashgan. Erondan, Afg'onistondan, Hindistondan, Xitoydan kelgan karvonlar mana shu bizni Dalvardin robotimizdan o'tgan. Dalvardin robotimiz o'sha charrohada turib kelgan karvonlarga, tuyalarga o't bergan, suv bergan, oziq-ovqat bergan, hatto juma kuni bizni bozorimiz ham bo'lgan. Rivoyatlarda aytishiga qaraganda o'sha karvonni bir boshlig'i kasal bo'lib qoladi. Kasal bo'lib qolganda o'sha holdan toyib qilganda bizni Dalvazir robotimizni aligilari mehribon doktorlari tuzatib yuboradi ekan. Yana bitta aligisi shu bizni xalqimizni saxiyligini rivoyatlarda aytishiga qaraganda Chanoq degan qishlog'imiz bor. Tamojinida kiraverishda. Qoraqo'yli deymiz. O'sha Qoraqo'ylida Chanoq degan bir bobomiz ikkita qudug'i bo'lgan, ikkita qudug'idan karvonlarda tuyalariga bepul suv bergan. Ana shu ikkita rivoyatni algisi Hindiston, Eron, Afg'onistonga tarqaganki, o'sha tomonlarda shunaqa saxiy insonlar bor deb. Chingizxon bilasizlar, qayerga borsa hammasini vayron qilgan. O'sha mana bu komanda o'qini ushlari ulardan bizga esdalik qoldi. Yerni tagida 1 metrdan sal ko'proq yer tagida topganmiz bulardan hammasini. Komanda o'qini ushlari Samarqandda Afrosiyob muzeyida ham, Toshkentda katta muzeylarda ham yo'q. Xolos bizni O'lkashunoslik muzeyimizda saqlanib qolmoqda.
Xullas, bizni o'lkashunoslik muzeyimizdagi noyob anjomlar juda ham ko'p. Misol uchun, boyagi arablar tomonidan olib kelingan ko'zalar. Bu ko'zalarni arablar bizga islom dinini targ'ib qilish bilan birgalikda o'sha Mo'g'ul tog'imiz, Qurama tog'imizda bo'lgan boyliklarni o'zlashtirish uchun simob olib kelgan ekan. Shu simobni ko'zalari ana bizda muzeyimizda turibdi. Muzeyimizda yana numizmatika bo'limimiz bor. Numizmatika bo'limi dunyoning 220 ta davlatda 120 ta davlatda puli bor. Bu o'sha o'quvchilarimiz tomonidan topilgan Somoniylar tangasi, 1000 yillik tangalar. O'sha yer tagida quduq qaziyotganda, fundament qaziyotganda topgan tangalar. Amir Temur bobomizning tangalari, hatto Gitlerning pullari hal qilingan. O'quvchilarimizga rahmat, o'quvchilarimiz tomonidan o'sha dunyoning Filippin degan davlatlari, Janubiy Afrika Respublikasi, Turkiyaning davlatini, Amerikani, Angliyaning funt sterlingi rayonimizda 60 ta maktab bor. Har hafta 2 ta 3 ta maktab kelib tomosha qilib ketadi, bahra olib ketadi. Sababi Begobod tuman tarixi haqida kitobda yo'q. Biz mana shularni hammasini boyagi haligi orqali, muzeyimiz orqali o'quvchilarga yetkazib beramiz. Muzeyimizga juda ko'p haligilar keladi. Mana soldatlar, chegaradagi soldatlar, ota-onalar, hatto barcha rayondagi militsiyalar ham kelib ketyapti hammasi qiziqib. Chunki ular ham Begobod tarixi haqida bilishmaydi. Chunki Begobod tuman tarixi juda ham qiziqarli. Chunki Chorrahoda bo'lgan, rivojlangan, juda taraqqiy etgan haligimiz bo'lgan 9-chi, ayniqsa 10-asrda. Keyinchalik 14-15-asrda Amir Temur vaqtida ham rivojlandi, taraqqiy etdi. Lekin 9-10-asrdagidek emas. Vatan Ostonadan boshlanadi. Chunki xalqimiz, o'quvchilarimiz, butun Begobod xalqi Begobod rayoni bilan faxrlanadi. Demak, Begobod rayonini faxrlanish bilan birgalikda demak, o'sha Begobod rayoni tarixini bilish kerak. Begobod rayoni tarixini bilmasa, uni kelajagi bo'lmaydi. Seyhun tıpkı bir hayatın akışı gibidir. Biz ayrılırız o kalır. Biz susarız o konuşmaya devam eder. Onun kıyılarında her yeni gün yeni bir başlangıcın habercisidir. Kilometrelik bir nehrin biz Özbekistan içindeki sadece 800 kilometrelik bir bölümünü kat ediyoruz. Zaten şu ana kadar bunun 400'ünü kabaca konuşuyorum. 400'ünü geçtik. 400 kilometrelik yolculuğumuzun sonunda araya sınır bile girdi. Değil mi? Karadan bir dünya yol yaptık. Şimdi tekrar suya indik. Arkamızda zaten direkt Tacikistan sınırı var. Yolumuza devam. Serkan Kaptan. Bir yolculuğun en güzel yanlarından biri yeniden kavuşmaktır. İşte bu an bizim için tekrar merhaba deme zamanıydı. Ancak onun yolculuğu henüz bitmedi. Her kıvrımında, her kıyısında yeni bir hikaye akmaya devam ediyor.